Assalomu alaykum bebaho kuzatuvchilarim. Bugungi makeup darsligimizni o'zim sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib tushuntirib bergim keldi. Yuzlarini yaxshilab michelarmida yoki molojkoda artib olamiz va yuz namlantiruvchi kremlarimizni yuzlariga surib, quruq zonalar bilan yaxshilab massaj holatida ishlaymiz. Yuzlari anatomiy bir xil gladki bo'lganidan keyin tonalkalarimizni yaxshilab bir xil tonda qilib yotqizib chiqamiz. Albatta bo'ynilariga mos tushgan holatda va yuzlariga shakl berib olamiz. Yuzlari o'zi juda chiroyli bejirim ekan, o'shaning uchun dahallaga, peshona holatlariga bergim kelmadi. Peshonalari sal объемliroq, lekin uni ham sochlari bilan yopmoqchi bo'ldik, shuning uchun peshonaga chizmadim. Svetli zonalarga svetli konsilerlarimizni suramiz. Bu zonalar chuqur zonalar hisoblanadi. Ularni ham chiroyli qilib rastushovka qilib chiqamiz, me'yordan oshmagan holatda. Krasnoy zonalarga o'tib ketmasligi kerak. Rasseptite pudradan foydalangan holatda yuzlarini chiroyli qilib quritib oldik va rumiani highlighterlarimizni surib oldik. Yuz tayyor bo'ldi. Endi ko'zimizni oldi holati bilan, chuqur holati bilan va qosh tegi holatiga svetli bazaviy tenlarimizni surib olamiz va eng pishni kistimizdan foydalangan holatda ko'z bilan qosh masofasini hisobga olib, eng pishni kistimizdan, eng svetli tenimizdan boshlagan holatda rastushovkani boshlaymiz. Har qanaqa ten ishlatayotganingizda teninglarni palitrasidagi eng svetli tendan, eng pishni kisdan yo'nalishni olib kelinglar. Sekinlik bilan kistinglarni kichkinasiga o'zgartirgan holatda sekin-sekin so'mliga kirib kelamiz. Eng so'mlisiga kirganimizda albatta kistinglar kichkina holatda bo'lishi kerak, bo'lmasam yuzni teg holatiga ten to'kilib ketadi. Qalam bilan oldi o'yindig'ini formasini chizib oldik. Va ten yordamida kistichka bilan rastushovka qilib chiqdim. Kistichkamga e'tibor beringlar, juda ham ingichka kichkina kist, chunki har bitta kistichkani o'zini yo'nalishlari, tartiblari bor. Hamma kist ham texnikaga ishlamaydi. Texnikani o'zini kistlarini olsanglar, juda ham chiroyli obrazlar yaratsa bo'ladi. Ko'z bilan qosh masofasi yaqin bo'lgan ko'zlarga ishlatiladigan kistlar bor. Ko'z bilan qosh masofasi uzoq bo'lgan yoki qisqa bo'lgan har xil obrazdagi kistlar bor. O'zini aniq tanlasanglar, qiynalmay rastushovka qilib olasizlar. Skladkaga esingizda qolsin, skladkani ustiga, ko'zi skladkasini ustiga qovoq qo'ysanglar, bittada qovog'inglar ko'tariladi. Juda ham chiroyli effekt beradi. Adashmaysizlar, olib qo'yib charchamaysizlar. Glitter kleylarimizni surdik va blesklarimizni qo'yib oldik. Qoshlarga ham ozginagina atsenka berdik. Juda ham chiroyli ekan o'zi qoshlari. Ko'zlarini maydaroq bo'lgani uchun teg holatini qoshlarini uchiga yo'naltirdim. Chunki qoshlarini uchidan sal rastushovka qilib olib chiqsam, ko'zlari uzun holatda chiroyli bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun ko'zlarini teg holatini ozgina ochuq holatda qoldirdim. Podvodka chizganimizda ham shu holatini saqlaymiz. O'shanda ko'zlari uzunroq bo'lib, ochuq holatda chiroyli ko'rinadi. Sizlar ham qilib ko'rishingiz mumkin. Ko'zlari mayda qizlarga yoki qaranglar, yana ko'zi ikkita tarafi pastroqga qaragan qizlarga ham bu podvodka juda ham chiroyli effekt beradi. Chunki ko'zni ko'taradi ham va to'g'rilaydi ham. Va uzunlashtiradi ham, katta ham ko'rsatadi. Qoshga yo'naltirgan uchimizdan boshlab o'sha uchni pastki holatga olib kelib, sekinlik bilan juda nejniy holatda tagiga qaytardim va rastushovka qildim. Kistichka bilan tendan foydalanib ozginagina. Bu yoq holatini ham xuddi shu holatda rastushovka qildim. Kipriklarimizni har doim esingizda qolsin qizlarjonlarim, birinchi tush qilamiz, oldin keyin kipriklarimizni chiroyli qilib birin-ketin teramiz. O'shanda ham kipriklarimizni qo'yilayotgan kipriklarimizni tush bo'lib ketmaydi. Ikkinchidan kipriklari ko'tarilib ko'zlari ochilib chiroyli bo'lib chiqadi. Lablarini ham o'zlarini holatlaridan puxlinkiroq qilib bo'yadik. O'zlariga yarashadigan chiroyli rangdan foydalanib. Mana bebaholarim, bugungi darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, qanchadir foydasi tekkan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. O'rgatganlarim har doim yaxshilikka, xayrlikka, barakaga xizmat qilsin va yana yaxshi kunda ko'rishguncha inshaalloh sog' omon bo'linglar. كلمة وصح قلبي بكلمة